Yo'q. Anaqa ikkinchi marta bo'lganlar bor. Tamam, ikkinchi marta berilmaydi. O bacha biz nima qilaman deb yozaman deb. Ha, tamam, ana. Bir ikki uch kishi o'zini ham olib qo'ying. Men sizga bir narsa aytib qo'yay. Xitoyda shunaqa narsa bor ekan. Masalan, Xitoyda urib yoradi-ku. Odam urib yorganda, urib bosib o'ldirib yorgan, a'zolar o'chirganda shu. Vaydi. Yo'q gapirdi. Bitta odam kamiga yaxshi ekan-da Xitoy. Invalid bitta odam bo'lgandan ko'ra bitta odam o'lgan yaxshi bo'ladi. Xo'sh, agar o'lib ketsa, o'lib ketgan narsa, o'lib ketgan rasxodlari bo'ladi-ku, ishlar. O'shalar to'lattirar ekan bo'ldi. Kechtirib to'laydigan bo'ldi. Vaydi. Agar o'lmay qolsa agar invalid bo'lib qoladi. Qamalib ketishingiz mumkin ekan. Bir umr anaqa shu tuzalguncha banan qilasiz, rasxod qilasiz. Tuzalgan. Invalid bo'lsa bitta umr qaramog'iga olasiz. Yolg'oniga bizoy, biz aka. Legionerlar olar. Qani? Oyog'iga yaqib qo'ymadingiz? Ya, bir aytishga unaqa qari, multfilm bolalardan bas. Qani 3-komanda. Biz kech qolib kelsak ham 3-komanda yo'qmi? Bunga ham tepakchi. O'shaga bitta yashir. Aka men nima dedim? Hadi yetgan uchun deyaptim aka. Lirik chekinishmi bu? Meni nomurat deyapti davosi. Qani qolgan bo'ldi? Nima qilding oyog'ingda? Nima qilding? Uqalavorda. Qani yotchi? Qayta oryapti. Qayta. Mana bitta muskul. Ha. Mana bu. Qani yotchi?